Mana hozir Beshardan kelgan hoji bolalarimiz xurmo bog'ida shirin choy, issiq choylari bilan mehmondalar inshaalloh. Mana xurmo, ya'ni ajva xurmolar bilan ziyofatdilar. Mana qaranglar, xurmoni ochinglar endi hoji bolalar. Ya olib ketaman deyapsizmi, hojibo? Boshimizga ham rahmat. Xonada yeymizmi? Ha, xonada yermiz. Barakalla, barakalla. Mayli-da, kech qolamiz, juma vaqti ham bo'lyapti. Mana ojonalarimiz ham mana yetib kelishdi. Choylar qanday ojonalar? Bizi choylarga o'xshamaydi ekan lekin. Barakalla. Choyning rangi o'zi ko'k choymi, qora choymi? Shirin choy ekan. Asal choy ekan. Barakalla. Xurmoni sizlar ham yemayapsizlarmi endi? Ha, xonaga olib ketamiz deyishdi-yu hoji bolalar. Xonada yeymiz, jumadan keyin bemalol deyishdi. Barakalla mana. Bizni ko'rib turganlarga ham nasib qilsin, shunday joylarga kelib, mana choylanib, xurmolardan iste'mol qilib, duo xayrlar qilib ketishlik.